Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Birinchi liniyadan, uglovoy joydan 10 sotilik hovlimiz sotiga chiqqan. Bu joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Obod Turmush mahallasida. Yangi Toshkent hududiga 3 km, Yangi O'zbekiston bog'iga 8 km joyda turibdi. Ko'cha yuzi biznes qilaman deganlarga juda mos keladigan ekan. Birinchi liniya uglovoy joyda. To'rt burchak hovlimiz, fasad qismlari ham juda keng. Yashashga 5 xonali uylari bilan hamma sharoit bilan qilingan. Hammom alohida qilingan. Keng bog'lari. Yo'q, naves. Bu gaz, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari o'tgan. 380 volt ham o'tgan ekan. Xonadonimizga. Deb turib, hozircha yashash uchun sharoit zo'r. Bino holati ham a'lo darajada turibdi. 5 xonali sharoit kirib o'tirmadik endi. Juda ham keng. Kelib turib, shu to'rtta xonadon kotej qurib o'tgan bo'ladi. Yoki biznes qilaman deganlarga ham juda qulay joy. Juda ham rivojlanayotgan mahalla bo'lsa. Egalari bu joyimizga 10 sotix hovlimizga 90 ming dollar so'rashyapti. Kelib turib yana baraka qilib bo'ladi. Kelishamiz deyishyapti. Kimga qiziq bo'lsa pastga nomerni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, batafsil yana ko'rsatib tushuntiramiz. Egalarga pul zarur, o'shaning uchun kelib kelishib baraka qilib olsanglar bo'ladi.